Rohila opa, baraka topsinlar. Ko'rdingizmi, Saodatxon, dunyoda yaxshi odamlar juda ko'p, dedi oyim. Aytmang opa, lekin Sharapat opadek faqat o'zini o'ylaydigan insonlar ham uchrab turadi. Mayli, men uni Xudoga soldim. Har kim qilgan ishining javobini bir kuni oladi, dedi Saodatxon xo'rsinib. Sharapat xola jazosini tortayapti. Xabaringiz yo'qmi, opa? Dedim men ham ularning suhbatiga qo'shilib. Saodatxon hayron bo'lib, avval menga, keyin oyimga qaradi. Yo'q, xabarim yo'q. Nima bo'libdi? Dedi u qiziqish va hayrat aralash ovozda. Sharapat opaga biror narsa bo'ldimi? Siz ketganingizdan so'ng ancha voqealar bo'ldi. Sharapat opa kelinini haydab yuborganidan xabaringiz bormidi, Saodatxon? Xabarim yo'q, opa. Oysanam sho'rlikka kun bermay oxiri haydab yubordi deng, dedi u ishonqiramay. Aytmang qo'shnijon, g'iybat bo'lmasin, u hatto nabirasi ham ko'ziga ko'rinmay qo'ydi. O'g'lini qizining dugonasiga uylantirib qo'ydi, dedi oyim va bo'lgan voqealarni Saodatxonga so'zlab berdi. Tolib rahmatlik hali juda yosh edi-ku, dedi Saodatxonning ko'zlariga yosh to'lib. Sharapat opa o'g'lining vafotidan keyin qilgan xatosini tushunib yetib, tobi qochib yotib qoldi. Yoqtirgan kelini esa hovlini o'rtasidan bo'lib olib, og'ir ahvolda yotgan qaynonasidan xabar ham olmay qo'ydi. Sho'rlikning qizlari ham ancha bemehr chiqishdi. Haftada bir marta kelib ketishadi xolos. Qo'ni-qo'shnilar maslahatlashib, navbat bilan chiqib, opaning holidan xabar olib turibmiz, dedi oyim. Saodatxon biroz jim qoldi. So'ng og'ir xo'rsinib dedi. Meni aldab, cholga uzatganidan Sharapat opadan juda qattiq xafa bo'lgan edim. Cholning kelinlari boshimga ne kunlarni solishganda, hatto Sharapat opani qarg'agan kunlarim ham bo'lgan. Ancha azob chekkan bo'lsam ham, Xudoga shukr, hayotim iziga tushib ketdi. Alloh opaning gunohlarini kechirsin, dardiga shifo bersin. Marhamat opa, vaqtingiz bo'lsa kirib Sharapat opadan xabar olsak, dedi Saodatxon. Mayli Saodatxon, bir piyola choy ichaylik, keyin chiqamiz, deya oyim piyolaga choy quyib Saodatxonga uzatdi. Nizom aka bergan qog'ozga o'ralgan narsani birov ko'rib qolishidan qo'rqib, tokchada turgan sopol tovoqning orqasiga yashirib qo'ydim. So'ng choy damlab tog'amning oldiga olib kirib qo'ydim-u, o'zim tashqariga chiqdim. O'sha kecha negadir uyqum qochdi. Ertalabgacha ko'zimga uyqu kelmadi. O'zimni xuddi qandaydir gunoh ishi qilib qo'ygan odamdek his qilardim. Nima qilishimni, bu dardimni kimga aytishimni bilmay boshim qotgandi. O'sha voqeadan keyin tog'amnikiga bormay qo'ydim. Nizom akani ko'rib qolsam, o'zimni chetga olar, hatto undan yashirinishga harakat qilardim. Ammo u esa aksincha har kuni uyimizga keladigan bo'ldi. O'sha paytlar endi 11-sinfga o'tgan edim. Nizom aka noyabr oyida harbiy xizmatdan qaytdi. Uning ancha kelishgan, baquvvat yigitga aylanganini ko'rib, yuragimda unga nisbatan qandaydir notanish, shirin tuyg'u uyg'onganini sezdim. Uni ko'rsam, yuragim gursillab urar, yuzlarim qizarib ketardi. Ammo Nizom aka menga deyarli e'tibor bermasdi. U lablaridan bol tomib, xizmatga ketishidan oldin tanishgan qizlarini Sobir akamga maqtardi. Asta-sekin umidlarim so'na boshladi. Unga bo'lgan qiziqishim ham yo'qolayotganini his qildim. Vaqt o'tgan sari men uning aslini emas, faqat tashqi ko'rinishini yaxshi ko'rib qolganimni tushundim. Dam olish kuni odatdagidek Sobir akam oilasi bilan qishloqqa kelishdi. Bundan xabar topgan tog'am bilan Nizom aka ularni ko'rgani uyimizga kelishdi. Tog'am bilan Nizom akaning kelganini eshitgan zahotim boshim og'riyotganini bahona qilib, xonamga kirib yotib oldim. Ishqilib, sovchilikka kelishmagan bo'lishsin. Uydagilar tog'amga yo'q deya olmasalar nima qilaman, degan o'ylar xayolimni band qilardi. Xayollarimga berilib ketganimdan oyim xonamga kirganini ham sezmay qolibman. Uxlamayapsanmi, Umida?
degan ovozdan cho'chib o'rnimdan turdim. Yo'q, uxlayapman oyijon. Nega xonangga kirib olding yoki biror joying og'riyaptimi? Oyim yonimga o'tirib peshonamdan o'pib qo'ydi. Yaxshiman oyijon dedim va boshimni uning yelkasiga qo'ydim. Oldinlari tog'ang kelmay qolsa nega kelmayaptilar deb so'raverarding. Endi esa tog'ang kelgan zahoti xonangga kirib yotib olasan. Yoki tog'ang seni xafa qildimi? Hech kim xafa qilmadi oyijon. Sizlar meni Nizom akaga berasizlarmi dedim ko'zlarimga yosh olib. Oyim hayron bo'lib qoldi. Voy qizim, nega bunday deyapsan? Yoki Nizomjon bilan o'rtangizda biror gap bormi? Yo'q oyijon, axir Nizom aka menga o'z akamdek-ku. Men ular sovchilikka kelishgan deb o'ylab qo'rqib ketdim dedim u yana boshimni oyimning yelkasiga qo'ydim. Voy qizginam-ey, shuning uchun ham bir necha kundan beri xayoling parishon yuribsanmi? Men bo'lsam mazang qochib qolibdi deb qo'rqib yuribman. Nizomjon juda tirishqoq, chaqqon yigit, lekin u ukamning o'g'li-da. Begona bo'lganida jon deb ko'nardim, dedi oyim kulib va meni mehr bilan quchoqladi. Men esa quvonganimdan rostdanmi oyijon dedim u quvonganimdan oyimning yuzidan o'pib qo'ydim. Albatta qizim, mayli, yaxshi dam olgin dedi oyim. U o'rnidan turib eshik tomon yo'l oldi. Oyim xonadan chiqib o'z xonasiga kirib ketgach, men ham sekin o'rnimdan turdim. Oyoq uchida yurib oshxonaga kirdim. Tokchada turgan sopol tovoqning ortidan Nizom aka bergan qog'ozga o'ralgan narsani oldim. Qog'ozni ochganimda ichida bir juft nafis naqshli uzun sirg'a borligini ko'rdim. Bir zumda yuragim orqaga tortgandek bo'ldi. Nimadandir qo'rqib ketdim. Shoshgancha sirg'ani cho'ntagimga soldim. So'ng yana xonamga qaytib kirib, Nizom akaning sovg'asini baland tokchaga yashirib qo'ydim. O'sha kundan keyin Nizom aka bizning uyimizga kelmay qo'ydi. Kelinoyimning aytishicha, u ota-onasiga Umidaga uylanmoqchiman degan ekan, ammo tog'am yagona singlimdan ayrilishni istamayman. Ertaga nima bo'lishini faqat Xudo biladi deb bu ishga rozi bo'lmabdi. 3 oydan so'ng maktabni bitirib institutga hujjat topshirdim. Nihoyat men ham talaba bo'ldim. Endi men ham talabaman. Xudo xohlasa kelajakda o'qituvchi bo'laman degan orzular bilan yashardim. Dam olish kuni nonushtadan so'ng dasturxonni yig'ishtirayotganimda oyim xonaga kirib keldi. Umida, qizim, tushlikka biror ovqat qilib qo'yarsan. Bugun tog'angning xotini bilan sovchilikka bormoqchimiz dedi oyim. Oyimning bu so'zlaridan yelkamdagi og'ir yuk birdan tushib ketgandek bo'ldi. Negadir o'zimni yengil his qila boshladim. Oradan bir oy o'tdi. Nizom akaning to'yi ham boshlanib ketdi. O'sha kuni uydagilar ertalabdan tog'amnikiga ketishgan, uyda esa bor o'zim qolgandim. Uylarni yig'ishtirib bo'lgach, qoshimga o'sma qo'ydim. Atlas ko'ylagimni kiydim-da, tog'amning uyi tomon yo'l oldim. Darvozadan kirarkanman, sahnani bezatayotgan odamlar orasidan o'tib, buvimning xonasiga kirdim. Xonadagi ayollarga salom berib, buvim bilan ko'rishgach, sekin eshikni yopib tashqariga chiqdim. Qo'lida katta tugun ko'tarib olgan tog'amning xotini xonasidan chiqib men tomon kelayotganini ko'rib, "Assalomu alaykum, kelinoyi, to'ylar muborak bo'lsin. Keling, menga bering" deya yugurib borib, uning qo'lidagi tugunni olmoqchi bo'ldim. "Va alaykum assalom Umidaxon, qo'yavering, og'ir emas. Nodira opangiz kelgan. Ertalabdan beri yo'lingizni poylab o'tiribdi" dedi tog'amning xotini. "Voy, Nodira opam keldilarmi? Uncha yaxshi bo'ldi kelinoyi" dedim quvonib. "Umida", Nodira opamning ovozini eshitib, o'sha tomonga qaradim. U mehmonxona eshigi oldida turardi. Qo'lida esa ancha katta bo'lib qolgan qizchasi bor edi. Men quvonch bilan yugurib bordim-da, jiyanimni bag'rimga bosdim. "Assalomu alaykum Nodira opa, qachon keldingiz?" "Kecha keluvdik. Kechadan beri Umida qachon kelarkan deb kutib o'tiribman. Vaqtliroq kelsang bo'lmasmidi, jiyan?" dedi Nodira opam qoshlarini biroz chimirib. "Kelishingizni bilmabman-da opajon, bilganimda kecha kelgan bo'lardim" dedim. "Yur ichkariga kiraylik, dasturxon tuzash kerak", dedi Nodira opam kulib.
Pochcham yaxshimilar? Ular ham keldilarmi? Qo'y o'sha pochchangni gapirma Umida, dedi Nodir opam qo'l siltab. Men hayron bo'lib unga qaradim. Tug'ilmasimdanoq peshonamdan baxt degan so'z o'chirib tashlangan shekilli. Baxt nimaligini hatto tushimda ham ko'rmadim, dedi u og'ir xo'rsinib. Biroz jim qolgach davom etdi. Akamning to'yi kuni pochchang chiroyli qizlarni yaxshi ko'radi deganim esingdami? Men ha degandek bosh irg'adim. Pochchang uchiga chiqqan oyimboz ekan. Uning birinchi xotini ham pochchangning bu qiliqlaridan to'yib ketib, 2 bolasi bilan uydan bosh olib chiqib ketgan ekan. Nahotki rost bo'lsa Nodir opa, dedim uning gaplaridan hayratga tushib. Shunisi alam qiladiki, u bu ishlarini mening ko'z o'ngimda qiladi. Ishonasanmi Umida, u doim tongga yaqin uyga kirib keladi. Birovga aytishga odam uyaladi. Ba'zan mast holda ko'chada qolgan ayollarni ham uyimizga olib keladi. Mehmonga choy damla, ovqat olib kel deb menga buyuradi, dedi Nodir opam. Uning ovozi titrar, ko'zlariga esa yosh to'lgandi. Men esa nima deyishni bilmay jim qarab turardim. Choyi bilan ovqatini olib kirib bersam, endi bor qorangni ko'rsatma. Tashqariga chiqqaningni ko'rsam o'zingdan xafa bo'l, deydi. Men esa unga hech narsa deya olmayman. Chunki meni himoya qiladigan, tarafimdan oladigan hech kimim yo'q. Bir og'iz gapirsam, kuchi yetgancha do'pposlaydi. Sen hech kimga kerak emassan, xohlagan ishimni qilaman. G'ing desang ko'chaga yalang'och qilib haydayman deb qo'rqitadi, dedi Nodir opam ko'z yoshlarini yengining uchi bilan artib. Kelinoyimga aytmadingizmi Nodir opa, dedim yuragim achib. Aytganim bilan foydasi yo'q. Oyim dadamdan qo'rqadilar. Pochchang esa ota-onangga aytsang itning kunini ko'rsataman. Ular seni baribir yana shu yerga tashlab ketishadi. Sen otangga ham, onangga ham kerak emassan deb qo'rqitadi. Hayotimni kuydirgan o'sha odamdan 2 dunyoda rozi emasman. Xudo jazosini bersin, ilohi qamoqda chirisin. O'sha ishni qilmaganida balki men ham baxtli bo'larmidim. Nodir opam kafti bilan ko'z yoshlarini artdi. Men uning dardini eshitib, nima deyishni bilmay qoldim. Shu payt Nodir opam birdan o'zini qo'liga oldi. Yuziga ozgina tabassum qaytib menga qaradi. Bilasanmi jiyan, zo'r yangiligim bor. Yaqinda dugonam Ma'rifatni uchratdim, dedi u birdan quvonch bilan. U qamalibdi jiyan, iflos o'qituvchimiz qamalibdi. Rostdanmi opa, unga ham boqqan bola bor ekan-ku, haqiqat qaror topibdi-da, dedim kulib. Qamoqda jazosini tortyapti. Ma'rifatning aytishicha, bir qizga ataylab baho qo'ymay, uyimni yig'ishtirib tozalab bersang, keyin baho qo'yaman deganmish. Qiz u o'ylagandek sodda qiz emas ekan. Militsiyaga borib, o'qituvchining ustidan shikoyat qilibdi. Militsiya xodimlari qizdan o'zini hech narsa bo'lmagandek tutishni so'rashibdi. Xullas, qari it nopok ishiga erishmoqchi bo'lganida qiz qattiq chinqiribdi. Shu payt militsiya xodimlari eshikni qulfini buzib ichkariga kirib, ustozni jinoyat ustida ushlab olishibdi. Uning qo'lga olinishidan xabar topgan, u tomonidan zo'rlangan qizlar birin-ketin kelib ariza yozishibdi. Xullas, qari to'nka uzoq yilga ozodlikdan mahrum etilibdi. Endi uning holiga maymunlar yig'layotgandir, dedi Nodir opam. Ajab bo'pti. Uni qamoqdagilar qiynashganida qilgan ishlari yodiga keladi. Umidaxon kelinoyimning ovozini eshitib ayvonga chiqdim. Mehmonlarning oldiga choy damlab kiring qizim. Xo'p bo'ladi kelinoyi, deya oshxonaga kirdim. Choyni damlab ichkariga uzatib ayvonga chiqdim. Shu payt eshik oldida yap-yangi qora oyoq kiyimni kiyayotgan Nizom akaga ko'zim tushdi. U qora kostyum shim kiyib, to'q qizil galstuk taqib olgandi. Men qayerga yashirinishimni bilmay joyimda qotdim. Nizom, yur tezroq, hamma seni kutishyapti, dedi uni yo'lakda kutib turgan do'sti. Chiqyapman. Nizom aka boshini ko'tarib qarshisida meni ko'rib qolib jilmayib, Umidajon yaxshimisan, dedi. Assalomu alaykum Nizom aka, tabriklayman, dedim men ham unga javoban jilmayib. Rahmat jiyan, deya Nizom aka shoshib do'stining ortidan darvoza tomonga yura boshladi. Tashqarida karnay-surnayning sadosi yanada balandroq yangray boshladi. Kuyov do'stlari bilan kelinning uyiga jo'nashdi. Hovli sahnida odam juda ko'p.
Ularning yarmi sahnani bezatishar, qolganlari esa katta qozonlarga ovqat qilishardi. Mana gilamlarni ham osib qo'yishibdi. Eng o'rtadagi qizil gilamga katta qilib oppoq paxta bilan Nizom Zohida baxtli bo'linglar deb yozib qo'yishibdi. Darvoza oldiga borib tashqariga qaradim. Tog'amning kenja qizi Muhabbat dugonalari bilan akasining ortidan qarab turishardi. Muhabbat, bu yoqqa kel singiljon deya uni chaqirdim. Labbay opajon dedi u yugurib yonimga kelarkan. Nizom akang mana bu sirg'alarni senga berib qo'yishimni so'ragan edilar. Esimdan chiqarib yuboray debman dedim va ro'molcham ichida saqlab qo'ygan sirg'alarni olib uning qulog'iga taqib qo'ydim. Muhabbat quvonchdan ko'zlari chaqnab sirg'alarini dugonalariga ko'rsata boshladi. Uning baxtiyorligini ko'rib o'zim ham mamnun bo'ldim. Shu payt men tomon jilmayib kelayotgan Nodira opamga ko'zim tushib, uning yoniga bordim. Oradan 1 yil o'tdi. Bir kuni o'qishdan uyga kelsam, oyim Nodira opamning yo'qolib qolganini aytdi. Bir zumda yuragim orqaga tortdi. Quloqlarimga ishongim kelmadi. Nahotki Nodira opam shunday ish qilgan bo'lsa, u qayerga ketishi mumkin? Sho'rlik Nodira opam. Qachongacha o'sha birgina bilmay qilgan xatosi uchun tovon to'lar ekan, oyijon dedim ko'zlarimga yosh to'lib. Birinchi marta eridan ajrashib biznikiga kelganida Sharafat xolaning jiyaniga berib yubormasliklaring kerak edi. Men o'sha paytlar yosh edim, ko'p narsalarni tushunmasdim. Nahotki kattalar xato ustiga xato qilayotganlarini anglamagan bo'lsalar. Sho'rlikning nafas rostlashga qo'ymay boshqa birovga uzatdilaring. Uning o'rnida men bo'lganimda shunday qilarmidingiz deya yig'lab yubordim. Astag'firulloh de qizim, tog'angni bilasan-ku. O'shanda it kelsa itga beraman degani esingdami? Mening qo'limdan nima ham kelardi, dedi oyim og'ir xo'rsinib. Bu eri ham yaxshi inson emas ekan, oyi. Nodira opam menga hammasini aytib bergandilar. Nahotki hamma yomon bo'lsa, ayb o'zidadir. Sabr qilganida balki bunday bo'lmasmidi, dedi oyim. Men endi yashirib yurishning ma'nosi yo'qligini tushundim va oyimga Nodira opam aytgan barcha gaplarni so'zlab berdim. Ilgari yosh bo'lganim uchun balki uyalgandirman, ammo hozir haqiqatni aytishga majbur edim. So'zlarimni eshitib, oyimning ko'zlariga yosh to'ldi. Oyi, eri haydab yuborgan bo'lsa-chi, yoki biror yomon ish qilib qo'ygan bo'lsa-chi dedim xavotir bilan. Bu nima deganing? Og'zingdan shamol uchursin, dedi oyim cho'chib. Ertaga borib tog'angga aytaman. Ichki ishlarga murojaat qilsin, zora qidirib topishsa. Rahmat oyijon, ichki ishlarga bormagunicha tog'amni tinch qo'ymang, xo'pmi? Axir Nodira opam sizning jigaringiz-ku. Sho'rlik opaginam ish qilib sog'-omon bo'lsin-da, dedim ko'zlarimga yosh olib. Oyim aytganlaridek ertasi kuni borib tog'amni ichki ishlar bo'limiga murojaat qilishga ko'ndiribdilar. Avvaliga kuyovining so'zlariga ishongan tog'am hech qayerga bormayman, birorta o'ynashi bilan qochib ketgan deb turib olgan ekan. Ammo oyimning qattiq turib olganidan so'ng oxiri ko'nib ichki ishlar bo'limiga borib ariza yozib kelibdi. Oradan yana 1 yil o'tdi. Lekin Nodira opamdan haligacha hech qanday xabar yo'q edi. Shanba kuni shahardan uyga qaytmoqchi bo'lib, avtobus bekatiga keldim. O'rindiqqa o'tirib, avtobus kuta boshladim. Shu payt mendan 20 metrlar narida oq rangli mashina kelib to'xtadi. Mashinadan novcha bo'yli, qoracha yuzli bir erkak tushib, yo'l chetidagi do'konga kirib ketdi. Haydovchi yonidagi o'rindiqda oq sariqdan kelgan bir ayol, orqa o'rindiqda esa 3 nafar qizaloq o'tirardi. Ayolning yuzi menga aniq ko'rinmasdi. U erkak kirib ketgan do'kon tomonga qarab jim o'tirardi. Shu payt haydovchi do'kondan chiqib, qo'lidagi paketni ayolga uzatdi-da, o'zi yana mashinaga o'tirdi. Ayol paketni uning qo'lidan olarkan, erkakka qarab nimadir dedi. Shu lahzada uning yuzi menga ko'rindi-yu, yuragim hapqirib ketdi. Nodira opa, axir bu Nodira opam-ku, degan xayol bilan o'rnimdan sapchib turib, Nodira opa deya baqirib yubordim. Ayol ovozimni eshitib men tomon qaradi.
u haqiqatdan ham Nodira opam edi. U meni ko'rib avval biroz qotib qoldi. So'ng yonidagi erkakka nimadir dedi-da, eshikni ochib tushdi va men tomon yura boshladi. Ey Xudo, ko'zlarimga ishongim kelmasdi. Nodira opamning egnida chiroyli yangi kiyimlar, ammo meni eng ko'p hayratga solgani uning homilador ekani bo'ldi. Men o'zimni tuta olmay yugurib borib uning quchog'iga otildim. Opajon, odamni qo'rqitib yubordingiz-ku, tirikmisiz? Hammasizni, dedim quvonch yoshlarimni tiya olmay. Umida, Jiyonjon, Xudoga shukr tirikman, dedi Nodira opam. Uning ham ko'zlaridan duv-duv yosh oqardi. Sizni rosa qidirishdi. Kelinoyim har kuni yig'laydilar. Hammalari qilgan xatolarini tushunishdi. Hatto tog'am ham. Nodira opam og'ir xo'rsinib, ko'z yoshlarini ro'molining uchi bilan artdi. Yana qaytib keldi deb o'sha iflos buzuqning uyiga olib borib qo'yishmasin yoki yana duch kelgan odamga berib yuborishmasin deb qo'rqdim, Umida, dedi Nodira opam titroq ovozda. Shu payt Nodira opamning ortida turgan erkakka ko'zim tushib, unga salom berdim. Va alaykum assalom, yaxshimisiz singlim? Nodira qarindoshingni topdingmi deyman, dedi u kulib. Ha, topdim, dedi Nodira opam jilmayib. Bu mening jiyanim Umida, ammamning qizi. Jurta xursandman. Qani Umidaxon, mashinaga o'tiring. Biznikiga boramiz, dedi erkak. Rahmat, boshqa kun borarman, dedim Nodira opamga qarab. Umida, bu kishi pochchang bo'ladi. Hali uyga borsak, hammasini senga so'zlab beraman. Qani dadasi, Umidaning sumkasini oling, dedi Nodira opam eriga ishora qilib. Erkak engashib, yerda turgan sumkamni olmoqchi bo'ldi. Yo'q, ay Nodira opa, uyga borishim kerak. Oyim xavotir oladilar. Siznikiga boshqa kun borarman, dedim shoshib sumkamni qo'limga oldim. Qo'rqma Umida, pochchang juda yaxshi inson. Bir kun biznikiga mehmon bo'lib borsang, nima bo'libdi, dedi Nodira opam mehr bilan. Oyimni bilasiz-ku opa, xavotir oladilar, dedim bahona qidirgandek. Mayli, unda avval biznikiga boramiz. Keyin hammamiz birga seni uyingga olib boramiz. Qanday yashayotganimni ko'rish senga qiziq emasmi, jiyan? Dedi Nodira opam qoshlarini chimirib. Uning bu gapidan keyin rad etishga bahona topa olmadim. Er-xotin meni bir amallab ko'ndirishdi. Pochcham qo'limdan sumkamni olib mashina tomon yurdi. Mashinaga o'tirganimda Nodira opamning qizchasidan tashqari yana 2 qizaloq ham borligini ko'rdim. Kattasining yoshi taxminan 7 da, ikkinchisining esa 5 yoshlar atrofida edi. Nodira opamning qizchasi ham ancha katta bo'lib qolgan ekan. Ularni ko'rib, ko'nglimda iliq bir his uyg'ondi. Bir yil davomida yo'qolib ketgan, hamma umidini uzgan inson bugun baxtli, farzandlari bag'rida o'z uyiga ega bo'lib o'tirgandi. Mashina katta qora temir darvoza oldiga kelib to'xtadi. Biz mashinadan tushib ichkariga kirdik. Darvoza oldidagi so'riga qizil dihobidan tikilgan ko'rpachalar to'shalgan. Hovli esa chinnidek qilib supurilgan. Hamma yoq ozoda va sarishta edi. Qani keling mehmon, to'rga chiqing, dedi pochcham menga joy ko'rsatib. Men so'riga chiqib o'tirdim. Nodira opam dasturxon yozib, issiq choy damlab keldi. Bir piyola choy ichganimizdan so'ng u o'rnidan turib eriga qaradi. Dadasi, siz Umidaga qanday tanishganimizni aytib bering, men esa ovqat tayyorlay, dedi. Qo'ying opa, ovora bo'lmang, kerak emas. Ovorasi bormi jiyan? Oyda yilda bir marta kelding, seni osh qilmay jo'natamanmi, deb jilmaydi-da oshxonaga kirib ketdi. Nuriddin aka biroz jim qoldi. So'ng chuqur nafas olib gap boshladi. Mening ismim Nuriddin. Yoshim 38 da. Nodira opangizning turmush o'rtog'iman. Siz u haqida noto'g'ri o'ylamasligingiz uchun qanday tanishganimizni o'z og'zimdan aytib bermoqchiman. U bir lahza o'tmishni eslaganday uzoqqa tikilib qoldi. O'sha kuni ketma-ket tamaki chekar, og'ir qadamlar bilan qishloq qabristoni tomon ketayotgandim. Har bir bosgan qadamim go'yo qayg'u tog'ini yelkamda ko'tarib borayotgandek og'ir edi. Tamaki tutuni yonim kul bo'layotgan qalbimdan chiqayotgan ohu faryod singari osmon sari ko'tarilardi.
Bu bevafo dunyoda endi mening ham hamrohim, na dardkashim qolgandi. Yuragimga botgan alamni faqat yer qo'ynida yotgan onamgina tushunishi mumkin edi. Shuning uchun qabr oldiga borib, qalbimda yig'ilib qolgan dardlarimni unga aytib, biroz bo'lsa-da yengil tortmoqchi edim. Chunki bu dunyoda Allohdan keyin mening dardimni hech kim onamchalik sukut bilan tinglay olmasdi. O'sha payt onam vafot etganlariga 3 yil bo'lgan edi. Men onamning qabri oldiga kelib, qo'l ochib duo qildim. Ruhiga Qur'on tilovat qilib bag'ishlagandan keyin yuragimda yig'ilib qolgan dardlarimni unga so'zlay boshladim. Onajonim, sizdan boshqa dardkashim qolmadi. Endi yolg'iz o'g'lingizning dard va alamini kim tinglaydi? Kim bu yaralangan qalbimga malham bo'ladi? Siz mehr bilan tanlagan keliningiz menga xiyonat qildi, ona. Rashk va isnot olovida qanday kuyib kul bo'layotganimni ko'rsangiz edi. Minglab orzu havaslar bilan uyimizga olib kirgan, qishlog'imizning eng go'zal kelini deb faxrlangan keliningiz bugun o'z qo'llari bilan xonadonimizning chirog'ini o'chirdi. Guldek farzandlari ham uni bu yo'ldan qaytara olmadi. U mening nomusimga, sha'nimga, hatto sizning pok xotirangizga ham xiyonat qildi. Xiyonat. Erkak uchun bundan og'ir azob yo'q ekan. Butun vujudim, hatto suyaklarimgacha yonib bormoqda. Sodiq qalbni sindirgan inson xuddi o'z uyidagi chiroqni o'z qo'li bilan o'chirgan odamga o'xshaydi. Inson ishongan, sevgan kishisi uchun jonini berishga tayyor turadi. Ammo o'sha insonning o'zi kelib yuragingga xanjar ursa, bundan og'ir dard bo'lmas ekan. Onajon, keliningizning xiyonati nafaqat yuragimni sindirdi, balki qaddimni ham bukdi. O'sha mudhish kecha ko'z oldimdan hech ketmasdi. Men ko'z yoshlarimni to'xtata olmadim. Xuddi onasini yo'qotgan yosh boladek qabrni quchoqlab, ho'ngrab yig'lab yubordim. Nuriddin akaning aytishicha, u oliy ma'lumotli bo'lsa-da, o'z mutaxassisligi bo'yicha atigi kelishlagan ekan. Keyinroq ko'proq daromad topib, oila qurish niyatida shaxsiy mashinasida kirakashlik qilishni boshlagan. 23 yoshga to'lganda onasi u bilan maslahatlashmasdan yaqin dugonasining qizi bilan unashtirib qo'yibdi. Qiz haqiqatan ham nihoyatda go'zal edi. Novcha bo'yli, qop-qora qosh ko'zli, uzun kiprakli, belidan ham pastga tushib turadigan qora sochlari bor edi. Ammo o'sha paytlarda Nuriddin qo'shnining qizini yaxshi ko'rardi. Shunga qaramay, u onasining gapiga qarshi chiqa olmadi. Chunki u beva qolgan onasining yagona farzandi edi. Otasi vafot etgach, onasi qayta turmush qurmadi. Bor mehrini yolg'iz o'g'liga bag'ishladi. Uni mehnat bilan katta qildi, o'qitdi, hech narsadan kam qilmadi. Shuning uchun Nuriddin onasining xohishini yerda qoldirishni o'ziga noshukrlik deb bildi. Onasi tanlagan qiz haqiqatdan ham go'zal, odobli va kamtar edi. Nuriddin ham vaqt o'tishi bilan unga ko'nikib, chin dildan yaxshi ko'rib qoldi. Oradan ko'p o'tmay, ularning ketma-ket 2 nafar farzandi dunyoga keldi. Nuriddin oilasini hech narsaga zor qilmaslik uchun erta-yu kech mehnat qilar, ro'zg'orning barcha tashvishini yelkasiga ko'tarib yurardi.